Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Odilbek Ismoilov ikkinchi qism, ya'ni yozma ishlarni tahlilini boshlab olamiz. Demak, birinchi variantning 41 misolida qo'sh kirasinglar masalasi kelgan ekan. Ushbu masalaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avval shartini yaxshilab, dastavval 2 marta o'qib olishimiz kerak. Dastlab boshladik. Makkajo'xori o'simligida poyasining uzunligi dominant A kattaligi ustidan. Xo'p, urug' tarkibida endospermning kraxmalsimon bo'lishi, dominanti mumsimon ustidan dominant qilar ekan. Ya'ni donlarning yirik bo'lishi katta S bilan belgilanadi, maydaligi ustidan to'liq dominantlik qiladi. Bitta avtosoma xromosomda to'liqsiz birikkan holatda siylanadi. Tajribada poyasi uzun, endospermasi kraxmalsimon, donlari yirik bo'lgan o'simlik bilan poyasi kalta, endospermi mumsimon, donlari mayda bo'lgan o'simliklar o'zaro chachishtirildi. F1 avlod olingandan so'ng, ya'ni tirik heterozigotali avlod chiqadi. Bunda poyasi uzun, endospermi kraxmalsimon, donlari yirik bo'ladi deyapti. F1 da olingan o'simlik o'zaro chashtirildi va F2 avloddan 15 mingta o'simlik olindi. Ulardan 7650 tasi Noocrossingyer organizmlar tashkil etadi. A va B genlari orasidagi haqiqiy masofa 50% ga, B va C genlari orasida haqiqiy masofa 21% bo'lib, A va C genlari orasidagi haqiqiy masofa esa 29% bo'lar ekan. Amaliy jihatdan sodir bo'lgan qo'sh kirasingver X foizi tashkil etadi. Ya'ni qo'sh kirasingver noma'lum ekan. Tajribada bizda A, B, C, D variantlar berilgan. Shu variantlarni to'liq holda yechib o'tamiz sizlar bilan. Unda biz boshladik. Hop, dastavval biz genlarni belgilarini yozib olishimiz kerak. Xo'p, shunday shogirdlar, dastavval belgilarini yozib olamiz. Poyasining uzun bo'lishi dominant A bilan belgilanar ekan. Poyasi uzun. Resessiv A bo'lsa kalta poya. Xo'p, bizlarda dominant B holatda kelganda endospermining kraxmalsimon bo'lishi. Resessiv B holatda mumsimon bo'lishi. Xo'p, katta S holatida bizlarda donlarning yirik bo'lishi. Resessiv S holatida bo'lsa, doni mayda. Demak, bizlarda dastavval shu o'simliklar olingan ekan, bizlarda Krasinger foizlari ma'lum ekan. Ya'ni bizlarda bu holatda A, C va B holatda genlar tartibida joylashgan ekan. Bizlarda umumiy A va B orasida 50%, B va C genlari orasida 21% Krasinger mavjud ekan. A va C orasida bo'lsa 29% ni tashkil etar ekan. Bizlarda noocrossingverlar soni ma'lum edi, ya'ni 15 mingta, umumiy organizm 100% ni tashkil etar edi. 7650 ta noocrossingver bor edi. Bunimiz x teng chiqadi 51%. Endi biz bu yerdan qo'sh crossda foizini topib olishimiz mumkin. Demak, 52 da umumiy Krasingverda plus 51 da qo'shadigan bo'lsak 101. Demak, bizda bir ortiqchami? Shu bizda 1 Krasingver bo'ladi. Endi 100 dan ayiramiz. 100 dan ayiramiz 101 da. Shunda minus 1 bo'lib qoladi-yu. Shunda 1 Krasingver qo'sh Krasingver hisoblanadi. Demak, bizlarda A va C orasidagi foizi 28%, C va B ning orasidagi foiz 20% ni tashkil etar ekan. Xo'p, bizlarda noocrossingverlar soni, ya'ni foiz 51, A va C orasida 28, C va B orasida 20, qo'sh Krasingver esa 1% ni tashkil etar ekan. Endi bizlar foizlarni topib oldik. Endi bizlar chashtirib chiqamiz. Demak, bizlarda masala shartida aytgan edi, hop, 3 gomozigotaga, dominant gomozigotaga 3 resessiv gomozigota chashtirilgan edi. Ushbu avloddan bizlarda hosil bo'ladi. Misol uchun chashtirilyapti. Xo'p, dominant A, dominant C va dominant B. Ushbu holatda hamma belgisi bo'yicha dominant. Dominant A, dominant C, dominant B. Chashtirilgan ekan. Resessiv A, resessiv C, resessiv B.
Resessiv A, resessiv C, resessiv B. Xuddi shu organizmlar chashtirilganda bizda hosil bo'lyapti ekan. Qanday organizmlar deb oladigan bo'lsak, ya'ni tirik heterozigotali organizmlar hosil bo'lyapti ekan. F2 da ushbu organizmlar olib chashtirilyapti. Ya'ni katta A, katta C va katta B. Ushbu organizmlar chashtirilganda kichkina A, kichkina C, kichkina B chashtirilyapti. Katta A, katta C, katta B. Kichkina A, kichkina C, kichkina B. Bu yerda aytishingiz mumkin, nimaga katta B, katta C genlar tartibida olib ketmadik deyishlar mumkin. Chunki bu yerda bizda mana bu yerda foizlarga qaralgan. A va C orasidagi endi 28%, C va B orasida 20%. Umumiy A va B genda oraliq margarida masofa 50 ni berganligi uchun biz xuddi shunday tartibda olib oldik. Endi bizlarda 64 tali avlod chiqadi. Biz bu 64 tali avlodni pinnet kataklariga joylashtirib olamiz. Unda boshladik. Xo'p, mana bu yerdan ketsak bo'lar ekan. Pinnet ham chizish ancha vaqt oladi shogirdlar, zerikarli qismi, lekin atay sizga kelajagingizni hal qilishga, ya'ni milliy sertifikat yoki DTM imtihonida emas, milliy sertifikat imtihonida siz ishlashingiz uchun eng kerakli narsa. Pinnet kataklari ham juda muhim rol o'ynaydi albatta. Buni bilib, ko'rib, kuzatib oling yaxshilab. 4 ta, 5 ta, 6 ta. Demak, har bir katagiga bizga 8 tadan gameta tushadi. Hop, mana bu yerda 7 ta bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Va 8-sini ham joylab olamiz. Sakkizinchisini ham joylab oldik. Endi bu tomondan ham 8 ta xuddi shunday pinnet chiza olishimiz kerak. O'zi bizda har xil organizm chiqadi, ya'ni 8 xil, 2 xil gametadan har xil chiqadi. Misol uchun qo'sh Krassengever holati, no Krassengever, A bo'yicha yakka Krassengever va B belgi bo'yicha yakka Krassengever holatlari kuzatiladi. Ularda mohiyatiga tushunib yetsangizgina milliy sertifikat masalalarida qiynalmay ishlab chiqasiz. Bo'lmasam qiyinchilik. Pinnet kataklarini chizmasanglar, balinglar pasayib ketadi shogirdlar. Ozgina sabrli bo'lamiz. Qancha sabrli bo'lsangiz, shuncha ilmiy ziyoda bo'ladi. Yaxshi shogirdlar. Okey, chizib oldik. Endi keraksiz qismini tozalab tashlaymiz. Mana bu yerda ketib qoldik-ku. Xo'p, pinnet kataklarini chizib oldik. Endi bizlar sizlar bilan biriktirib chiqamiz. Qo'shik Krassengever va genlarni no Krassengeverlarni joylab chiqamiz. Katta A, katta C, katta B, kichkina A, kichkina C, kichkina B. Shu tartibda hamma genlarni joylab chiqaman. Xo'p, endi qo'shik Krassengever holati. Endi bizlar kelib chiqamiz A va C orasidagi masofalarni. Endi C va B genlari orasidagi masofalarni aniqlab chiqamiz. Qaranglar shogirdlar, bu tomonga ham xuddi shu gametalar o'tadi.
shogirdlar belgilab oldik. Endi bizlar qanday foizlarni qo'yib olishimiz mumkin deyishlar mumkin. Nokirosingiverda mana bu 51% edi, to'g'rimi? 51% edi. Bo'lamiz 2 ga teng 25,5 mida buni 100 ga bo'lasiz. Nimaga aytsangiz, ulushni olib ketsangiz osonroq chiqadi. 0,255 bo'ladi. Xo'p, 0,255 nokirosingiverlar ekan. Demak, bu tomonda ham 0,255 dan bo'ladi. Hop, endi qo'shkira singiver. Qo'shkira singiver topishda 1 ni mana bu yerga, hop, 1 ni bo'lamiz. Necha bo'lish kerak desanglar, buni 2 ga bo'lib, keyin buni yana ko'paytirib 100. 2 ga bo'lib 100 ga bo'lamiz. Shunda 0,005 bo'ladi. Hop, qo'shkira singiverizda ulushda 0,005% dan bo'lar ekan, ya'ni ulushda. Endi A va S gellari o'rtasidagi masofa 28% ni tashkil etardi. 2 ga bo'lib yuboramiz. 0,14 dan tegar ekan. Hop, A va S va B gellar orasida bo'lsa 0,1 dan tegadi. Bu tomonga ham xuddi shu formulada joylab olamiz. Joylab oldik. Endi bizlar A shartiga o'tamiz, shogirdlar. A shartda nimani so'rayapti bizdan? A shartda poyasi uzun bo'lgan o'simliklar. Hop, shuni to'g'ri chizaylik-da. Poyasi uzun ekan-a? Hop, poyasi uzun. Hop, S belgisi bo'yicha don yirik va bizda mumsimon deyapti. Shunda kichkina b bo'ladi. Bu tomonda bu ikkovi gellari noma'lum bo'lar ekan. Demak, bizga A variant bo'yicha bu yerdan bitta chiqadi A ga. Hop, keyin hop, bu yerdan bitta chiqadi. Ya'ni katta A kattasi kichkina b holatida bu yerdan ham chiqadi. Hop, keyin qayerdan chiqishi mumkin? Bu yerdan chiqadi. Yo'q, bu yerdan chiqmaydi ekan, shogirdlar. Hop, bu yerdan chiqdi, bu yerdan chiqdi. Hop. Kechirasizlar, bizdan javoblarda so'ragan edi. Hop, katta A kattasi kichkina b bo'yicha so'ragan. Endi shu avlodlarni topib olishimiz kerak. Hop, bizlarga A variantda berilgan. Hop, yana izlab ko'ramiz. Pinna tetelardan izlab topishimiz kerak. Hop, mana bu yerdan chiqadi. Hop. Bitta A bu yerdan, yo'q, bu yerdan, bu yerdan bitta chiqadi va mana bu yerdan ham bitta chiqar ekan. Qolganini ham topishga harakat qilib ko'ramiz. Hop. Bu yerdan bitta hop chiqmaydi. Bu yerda chunki katta B holatida kelgan. Bu yerdan bo'lsa bitta chiqadi. Shogirdlar, shunaqa ozgina qiyinchilik tarafi bor. Gellarni topib olishda albatta qiyinchilik bo'ladi. Bu yerdan ham bitta chiqar ekan. Keyin bizlardan hosil bo'ladi. Bu yerdan bitta chiqadi. Hop. Bu yerdan ham bitta chiqadi. Va mana bu yerdan ham ikkita chiqar ekan. Shunda bizlarda nechta bo'lganini bilishimiz kerak. Pinnetga taglarsiz chashtirishgan usulim bor edi. Demak, A heterozigota holatida yoki noma'lum bo'lsa 3 × 3 bo'ladi, 9 ta organizm chiqadi. Demak, bu yerda ham bizlarda 9 ta organizmni tashkil qilar ekan. Endi biz sizlarga buni tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, qaranglar. Bu yerda kelyapti 0,255 kelyaptimi? Buni 0,1 ga ko'paytirasiz. Umumiy foizlar bir-biriga kelish sonida foizga ko'paytirishimiz kerak. Shunda bizlarda 0,0255 bo'ladi. Shunday holatda hamma umumiysini ko'paytirib chiqasiz. Ko'paytirib chiqqaningizda bizda soni kelib chiqadi. Xo'p, men shunchaki oddiy formula bilan hisoblab keta qolaman vaqtimizni tejash uchun.
Albatta siz bularni foizlarni bir-biriga olib kelib, ko'paytirib ko'rishingiz shart va majbur. Xo'p, umumiy foizlar shu A'larda umumiy foizlari bizda kelib chiqadi 0,0914 ni tashkil etadi. Bizlarda avlodlar soni 15 mingdan tashkil qiladi. Buni 15 mingga ko'paytiradigan bo'lsak, bizlarda A variantga chiqadi. Xo'p, 1371. Demak, bizlarga A variantimizning javobi 1371 ni tashkil etar ekan. Endi B variantiga o'tib olamiz. B variantdan qaysilardan chiqadi bizlarda? Xo'p, bizlarga B variantdan bu yerda bitta chiqadi. B variantda ham so'ralgan. Bizdan so'ragan. Xo'p, xo'p. Hozir bir minut. B variantida o'simliklarning nechtasi poyasi kalta? Poyasi kalta bo'lsa, kichkina a bo'ldi. Xo'p, demak, chizib olamiz buni. Poyasi kalta bo'lsa, kichkina a olamiz. Keyingi belgi bo'yicha xo'p, kattasi kraxmalsimon, xo'p, va katta B holatida, ya'ni dona yirik kraxmalsimon bo'ladi. Bu holatlarda minus holatda bo'ladi, ya'ni ikkinchi belgisi bo'yicha noma'lum hisoblanar ekan. Keyin bizlarda shogirdlar chiqadi, bu yerdan B ga bitta chiqadi, bu yerdan ham B ga chiqadi. Ya'ni kichkina kattasi katta B holatida. Hop, bu yerdan ham bitta olishimiz mumkin. Hop, bu yerdan ham bitta chiqadi, bu yerdan ham bitta chiqadi. Va bizlardan chiqishi mumkin. Mana bu yerdan bitta chiqadi. Va pastki qatorlardan hop, bu yerdan bitta va bu yerdan bitta. Endi bizlar sanab chiqamiz. Bitta, ikkita, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Umumiy 9 ta organizm chiqdi. Bizga B bo'yicha endi bizlar buni foizlarni umumiy hisoblab chiqadigan bo'lsak, 0,1214 ni tashkil etadi. Buni 15 mingga ko'paytirib qo'yamiz. Bizlarda hosil bo'lar ekan organizmlar soni 1821 ta. Demak, B variantimizga javob bo'ladi 1821 ta. Hop, yaxshi shogirdlar, zerikmaymiz. Endi C variantni ham topib qo'ysak, xudo xolasa masalamizga yechim topgan bo'lamiz. C variantda o'zi ozgina chiqadi xolos. C variantda berilgan bizga katta A, hop, katta A kichkinasi kichkina B holatida so'ralgan bizlarda. Demak, katta A nimani anglatadi? Poyasi uzun, kichkinasi bo'lsa donimaydi, kichkina B bo'lsa mumsimon bo'lar ekan. Demak, bizlarda C dan 3 dona organizm chiqadi, bu yerdan bitta chiqadi va bizlarda yana chiqishi mumkin. Bu yerdan bitta chiqadi va so'nggisi bu yerdan bitta chiqadi. Demak, C'larda foizi umumiy ko'paytiradigan bo'lsak 0,091 ni tashkil qiladi. Buni 1500 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 15 mingga ko'paytiradigan bo'lsak, shunda bizlarda hosil bo'ladi 1365. Demak, shogirdlar, bizlarga C variantimizga javob bo'ladi 1365. Bugungi qo'sh kresinga yer, ya'ni Nodirbek Ismoilov birinchi variant 41-yozma ish savoliga yechim qildik. Barchangizga manfaatli bo'lsin.